Assalomu alaykum. Qadrdon kanalimiz a'zolari, bugun 10-noyabr 2025-yil mana navbatdagi Labo'gam, chiroyli bo'lgan tunikani o'rab oldik. Labon egalari Farg'ona viloyati Rishton tumanida yetib kelibdilar. Labon ichlariga mana ko'rib turibsizlar, xuddi shunaqa uloqsiz holatdagi. Hop, mana shunaqa listlar qoplatilgan. Listda choki bo'lmaydi, polni shumkalar qilinadi. Mana bu joylariga mana konteyner pollar qo'yiladi. Bu narsalar silqib tegadigan bo'lsa bukilmaydi. Penaplekslar ham joy-joyida tirab turadi. Tunikam hashay-pashay tushmaydi. Yo'llari ham 1,5 sm ichkariga qaytgan holatda bo'ladi. Mana bu mana sandiq bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, bu sandiq akkumulyatorda ham to'sadi. Ichiga arqon kuloch, aptechka, shunga o'xshagan narsalarni solib ishlatsalaring bo'laveradi. Hop. Alohida rezinkalari ham bor ichiga. Tepasiga bagaji, mana bu joyga dugalari ham bor. Murojaat uchun mana shu ekrandagi raqamlarga murojaat qilishingiz mumkin. Manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumani, Bordon qishlog'i, Setofor yaqinida bo'ladi. 1 soatda chiroyli o'rnashtirib beramiz. Ishlarimiz yoqsa like bosib, fikrlaringizni kommentariyaga yozib qo'yinglar, kamchiliklarni yozib qo'yinglar. Chiroyli qilib o'rnashtirib beramiz. Keyingi ishlardan tuzatamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.